Assalomu alaykum ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari. 26-yil 15-fevral ro'za-yu Ramazonga ham Xudo xolasa sanoqli kunlar qoldi. Xudo xolasa bizni kuzatuvchilar va kafel granit mahsuloti olmoqchi bo'lganlar, uylarini remont qilmoqchi bo'lganlarga o'zimizni sklatimizdan kafel granit mahsulotlarini qisqacha qilib obzorini narxlari bilan qilib berishga harakat qilamiz. Sizlar xohlagan granit mahsuloti, kafel mahsuloti, kerama granit, hovli qismiga, oshxona, sanuzel, hammom degandek barchasiga, barcha turdagi kafel mahsulotlarni obzor qilib beramiz. Haftaning yakshanba kuni 15-fevralda bo'lib turgan narxlar bilan sizlar tanishtirib o'tamiz. Manzilimizga keladigan bo'lsak, manzilimiz Farg'ona viloyati Uchko'prik tumani, Masalskiy Pavorot katta chorraha yonida, ya'ni yonimizda 20-umumiy o'rta ta'lim maktabi. Xo'p, endi videomizni bir boshdan boshlaymiz. Bu yerda 30 ga 60 hovli qismiga teriladigan kafellarimiz bor. Kerama granit bo'ladi. Morozostoyka deyiladi. 7-8 tonnali deyiladi mana. Ko'rib turibsizlar. Mahsulotimiz o'ta ham baquvvat. O'zi qo'llanishidan bilsangiz bo'ladi. Razmeri 60 ga 30 bo'ladi, narxi esa 75 ming so'm, 74 ming so'm hozirgi kunda narxi. Bu yerda Xitoy granitlarimiz kelgan, 7 xil modeli bor. Hozir bu yerga eng oxirgi kelgan 3 ta model Angola Black, Tam Brown kristal qo'yilgan. Barcha Xitoydan rastamoshka bo'lib kelgan kafillarimiz Yuhin Keramics bo'ladi. Bu kafillarimiz 120 liga 14 dollar, 60 liklari esa toza Xitoylarimiz 12,5 dollar. Qolgan turlari ham bor, bemalol murojaat qilaverasizlar. Mana sklatimizda barcha turdagi keng mana bu yerda. Eron g'ishlarimiz bor. Eron g'ishimiz razmeri 30 ga 90 bo'ladi, narxlari 130 ming so'm. Eron zinalarimiz bor. Bu Eron zinalarimiz qalinligi 1 sm. Buni 2 sm-lisi ham bor. Komplekt zinalari bo'ladi. Ha, bunday zina stoykasi va bet qismiga mana bunaqa beti bo'rtmali. Bu zinalarimizning narxi 155 ming so'm, ya'ni komplekti, stoykasi, tepasi. Gilam ko'rinishidagi pollarimiz bor. Sklatimizda mana ko'rib turganingizdek Xitoy rastamoshka bo'lib kelgan granitlarimiz barchasi 12,5 dollardan. Mana bunda Versace'larimiz esa